Namoz o'qib yurgan odamni farishtasi bo'ladi. Buni payqaysiz. Ibodatli odam bilan ibodatsiz odamning chehrasida o'zi farq bo'ladi. O'sha farishta unga munavvarlikni beradi. Chehrasida bir siymosida nur bo'ladi. Sarvari koinot Imom Buxoriy rivoyati bilan marhamat qiladilar. Agar sizlardan birortangiz namozda qoim bo'lsa va uni hali namozni ushlab turgan bo'lsa, ya'ni namoz o'qib turgan bo'lsa, farishtalar Alloh uning gunohini kechirgin, unga rahim qilgin deb u namoz o'qib turgan holida farishtalar uning haqqiga duoda bo'lib turadi. Bu narsa u odam toki namozidan turib ketmagunicha yoki namozdan boshqa bir ishga kirishmagunicha davom etadi deb marhamat qildilar. Biz toki namozda ekanmiz, namozxon odamni farishta duo qiladi. Bizning gunohimizni so'raydi. Bizning haqqimizga inshaalloh Alloh taoladan shafqat so'raydi.